Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugun Andijon viloyati Andijon mebellar savdo markazidan ushbu turda va ushbu ko'rinishga ega bo'lgan Vinni ugologlarimizni taqdim etmoqdaman. Ismim Bekzodbek, kanalimiz esa Lux Sofa Andijon mebellari. Xo'p, bularimizni har xil rasvedkalari bor. Bular 430 ga 230 razmerida. Bu mana bu stollari ham, oyoqlari ham yog'ochdan bo'ladi. Juda baquvvat stollardan bittasi. Razmerlari esa 90 ga 275 bo'ladi. Xo'p, bu vinillarimizni har nimamizda, videolarimizda ko'rsatib o'taman. Bularni katta va kichik razmerda yasab beraveramiz. Bularning kichik razmerlari esa 330 ga 230 bo'ladi. Bulari esa 430 ga 230. Mana bu 3 ta katta pufiklari ham bor. Ranglariga kelsak, bularda rasvetkalari bor. Har xil seriya, korичневый yoki mana bu молочный ko'rinishga ega bo'lgan ko'rinishlarda modellarimiz bor albatta. Xo'p, bularimizni narxlariga kelsak, bularimiz hozir aksiya holatida. Bularimizni 8.200 mingdan sotganmiz. Buni bizning kanalimizni kuzatuvchi yurtdoshlarimiz juda ham yaxshi biladi. Hozir esa bularning hammasi aksiya holatida 7 milliondan komplet holatda O'zbekistonda barcha shaharlarga chiqarib beryapmiz. Dastavkalarimiz faqat Andijon viloyatining o'zidagina mavjud, qolgan boshqa viloyatlarga dastavkalarimiz pullik. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Keyingi modellarimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Va bu yerda esa o'sha Comfort 222 modelimiz. Bu yerda Comfort birimiz ham bor. Mana har xil rangda rasvetkalari bor. Bunimiz esa ochroq молочный ko'rinishda bu Comfortlarimiz. Bunisi esa to'qroq ranglarda qilingan va bular mana shu komplekt holatida stoli bilan va ikkita tumbasi bilan. Xo'p, bularda mana bu yon qismlarini sizlarga yaqinroqdan bir ko'rsataman. Mana bu yog'ochlari esa juda ham chiroyli qilib ishlangan, yong'oq materialidan bo'lgan va mana bu noshkalari ham xuddi shunday bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil materialga ega, ya'ni mana bulari oyoqlari, noshkalari yong'oqdan va mana bu gullarni ham yong'oq materialidan. Yaqinroqdan mana ko'rsatib o'taman. Buni choklariga ham bir e'tibor bersangiz, juda ham mustahkam qilib tikilgan choklari, a'lo darajada. Machalka paralonlari ham 25 puntosli, sifati, kачествоsi juda ham zo'r bo'lgan ishlarimizdan. Bu Comfortlar ko'pchilik yaxshi biladi. Xo'p, bularni ko'p gapirib o'tirmayman. Bularni ham o'sha 430 ga 230 razmerida kattaroq razmer so'raganlar uchun o'sha razmerda ham qilib beraveramiz. Bular esa standart holatda hozir bular 330 ga 230 va stoli ikkita tumbasi bilan birgalikda bularni 8,5 million sotar edik. Hozir esa aksiya holatida bularimiz 7,5 milliondan hammasi 1 million narxi tushgan. Shuning uchun ulgurib qoling. Albatta Ramazon oyi yaqinlashgandan munosabati bilan ushbu oyda, ya'ni fevral oyida ishlarimiz aksiyada, xudo xohlasa barchangizga yetkazib berish nasib qilsin deb qolaman. Va mana bu yerda o'sha Chesterimiz ham bor. Ya'ni 430 ga 230 lik razmerda 3 ta katta pufiga bor. Bularimiz ham Chester Istanbul birlarimiz original, ya'ni o'sha 90 graduslik burchagi va original bu yerga sidinasiga ishlangan prujinalari 100% lik Xitoydan kelgan. Machalkalari ham 22-puntosli machalkalardan va mushik materiallaridan. Hammasi sifatli, sasna dispi 100% terak, boshqa narsa aralashmagan. Bularimiz ham 7,5 milliondan katta razmerda. Stollari ham 270 ga 85-90 bo'ladi. Endi ushbu holatda chiqarib beraveramiz. Kichkina va katta razmerlari bor bularni ham. Kichkina razmerlar esa 6 million 200 mingdan, ya'ni 330 ga 230 razmerda bo'ladi. Va mana bu esa o'sha Comfort 222 modelimizni serik rangdagi rasvetkasi. Bu rangini xohlaganlar uchun bu ranglari ham mavjud. Xudo xohlasa
pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, albatta jo'natib beramiz. Va mana bu yerda esa o'sha klassik uslubida ishlangan o'sha ugoloklarimiz. Bularimizni razmerlari bu yog'i 4x40 bo'ladi. Bu eniga esa 2.30 bo'ladi. Ya'ni 2.30 ga 4x40 razmerida katta mana shunaqa stoli, jurnalist stoli va katta 3 ta pufiga bo'ladi. Komplekt holatda bularimiz ham hozir aksiyada. Bularimizni komplekt 6.700.000 mingdan O'zbekistonda barcha shaharlarga chiqarib beramiz. 100% materiallari, ya'ni ichki yog'ochlari sasnadan ishlangan, terak emas. Sifati va kачествоsi juda ham a'lo darajada bularimiz ham. Hatto bonus sifatida mana bunday chexollarini ham qo'shib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz, faqat dastavkalari pullik bo'ladi. Andijon viloyatining o'zida dastavkalari bepul. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bularimizni variantlari juda ham ko'p. Mana bu yerda oq stollik, sal boshqacharoq rangligisi bor. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, bu yerda esa yana o'sha yangi modellarimizdan bir turi. Oyoqlari esa 100% chinordan bo'ladi. Razmerlari 3.5 ga 2.5 razmerida. Stollari ham juda ham chiroyli stollar. Va mana bu ikkita pufiklar bilan birgalikda. Bularimiz ichki materiallari 100% sasna rossiyskiy yog'ochda bo'lgan. Ustki materiallari ham, chexollari ham juda ham sifatli, a'lo darajada yangi kelgan. Teddini yangi turlaridan biri. Bularimiz ham bemalol bulardan ham buyurtma qilsanglar bo'laveradi. Zakazlarni qabul qilamiz albatta. Tayyor holatda esa mana shularimiz bor. Xo'p, bular komplekt holatda bularimizni 8.200.000 dan sotar edik. Bularni ham 7.5 milliondan xudo xolisa O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Yashang aka. Xo'p, hurmatli azizlar, mana shunaqa odamlar ham bo'lib qoladi, endi e'tibor bermaysizlar. Bu odam mana xizmat qilyapti, gapiryapti deb o'ylamasdan menimcha ko'rmay qoldi shekilli. Xo'p, chalg'imaymiz, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, albatta bularni ham O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi modellarimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda esa mana bu ugologimiz ham mavjud. Bularda yozgi o'tgan yil 2025-yil yozda sizlarga taqdim etganman. Juda ham yaxshi, sifati ham, kачествоsi ham, xizmati ham va chiroyli model bo'lib chiqqan bularimiz ham. Bu modellarimiz yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Mana bu ugol, ya'ni burchak qismlari ham mana barli qilib, chiroyli qilib ishlangan, sifati o'ta a'lo darajada bo'lgan materiallarimizdan, ya'ni ugoloklarimizdan bittasi. Xo'p, bulardan ham buyurtmalar qabul qilamiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, albatta chiqarib beramiz. Bularimizni stol bilan komplekt holatida 7.5 million qilib beramiz. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Bu yerda ham yangi mexanizmli modelimiz bor. Xudo xohlasa bulardan ham buyurtma bersanglar, albatta chiqarib beramiz. Bularimizni spinkalari mexanizmli bo'ladi. Mana bu holatda mana orqaga suriladi va joyiga qaytarib qo'ysa ham bo'laveradi. Kengayadi. Shu kengaygan holatda bu sidinalari ham katta bo'ladi. Razmerlari esa 3.5 ga 2.5 bo'ladi. Komplekt holatda bularni ham 7.5 million so'mdan O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bizni mana shu yergacha kuzatgan barcha qadrdonlarimizga, azizlarimizga, yurtdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Gaplarimizda yoki bir xizmatlarimizda ozgina kam ko'st yoki nuqsonlar bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, barchangizdan uzr so'rayman. Endi biz ham insonmiz, albatta gapimizda adashamiz yoki
qilayotgan mehnatimizda ozgina kamchilik bo'lishi mumkin. Ushbu modellarimiz esa barchaga yaxshi tanish. Bularimiz ham 100% sasna bo'ladi. Ichi oyoqlari esa chinor yong'oq materialidan yasalgan. Ikki xil varianti, ya'ni ikki xil rasvetkasi bor. Mana bu rangini yoqtirganlar uchun va mana bu malosh rangini yoqtirganlar uchun maloshnisini albatta buyurtma qilsanglar chiroyli qilib O'zbekistonda barcha shaharlarga jo'natib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib buyurtma bersanglar bo'laveradi. Barchaga kattakon rahmat. Videomizni shu yerda yakunlaymiz. Albatta kelgusi va keyingi videolarimizni ham bundan da chiroyli yangi dizayndagi modellarimizni sizlarga taqdim etib boraman. Kattakon rahmat. Hurmat bilan Luxus Sofa kanalidan Bekzodbek sizlar bilan birga bo'ldik. Rahmat kattakon.